konstitutsiyasi bilan Qozog'istonning konstitutsiyasi bir xilmi? Bir-biriga tushadimi? Tushmaydi, bir-biriga tushmaydi. Xuddi shunday tizimni ham xuddi tushunasiz. Kompyuter tizimini ham tushunasiz. Ya'ni kompyuter o'zining konstitutsiyasi. Ya'ni misol uchun biz biladigan Androidda o'zining konstitutsiyasi bor, o'zining tizimi bor va iOS, Apple bir-biriga programmalar tushadimi? Yo'q. Tushmaydi, to'g'rimi? Ya'ni buni o'qimaydi. Xuddi o'shanaqa narsa tizimda, ya'ni siz bilan murakkab tushunmaydi. Tizim bu o'sha biron qurilma, bir davlatni boshqarishga xizmat qiluvchi bir argumentlar. Davlatning konstitutsiya, kompyuterlar agressiya. Kompyuter telefonlik bo'yladi. Mana